Xo'p, ushbu videoda sizlar bilan Paynet ilovasini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. O'zi Play Marketga kirib, keyin qidiruvga Paynet deb yozamiz va birinchi tepada chiqadi. Uстановка qilishni bossak, Paynet hozirgi versiyasi 7.2.41 versiya ekan. Xo'p, endi ochib olamiz. Ko'rib turganingizdek, tilni tanlaymiz. Keyingisi. Plastik kartangiz ulangan telefon raqamini kiritamiz. Kod avtomatik keladi va tasdiqlashimiz kerak. Xo'p, tasdiqlaymiz. Ajoyib. Pin kod qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Men hozircha oson pin kod qo'yaman. Xo'p, kirish uchun biometriyani yoqish kerakmi? Ha deb qo'yamiz. Va 3 million so'mgacha siz komissiyasiz pul o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari cashbacklar bor. Endi bu standart degan tarifga ulanib olgan taqdiringizda. Hozir bizda Paynet Pass'ni taqdim etamiz. Yangiliklar bu kassalarda, kazinka yoki qanaqadir aptekalarda to'lov qilish imkoniyatingizni beradi. Hozircha shart emas. Okey. Demak, ko'rib turganingizdek, sizda oldindan agar kartangiz qo'shilgan bo'lsa, sizda mana bu joyda balans ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, kartangiz bo'lmasa agar mana bu yerda karta qo'shish degan joy bor. O'sha joyga kartangizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Kartani kiritganingizdan keyin karta nomi va davom etish kiritib qo'yasiz va sizda quyidagicha mana kartalar paydo bo'ladi. Paynet kartani o'zi ham bor va bundan tashqari o'zingizni boshqa kartalaringizni ulab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi bundan tashqari yana nimalar qilish mumkin? Siz Paynet Nasiya degan narsa ham paydo bo'lgan. Buni bosish orqali siz bu narsa menga отказ beribdi, balansda kam bo'lgani uchun, menimcha. Xo'p, endi o'tkazmalar degan joy bor. O'sha pul taylab berish, ya'ni o'rtoqlar, og'aynilar va hokazo ular pul so'raganda yoki umuman qayergadir pul taylab berishingiz kerak bo'lsa, o'tkazmalardan pul taylab berishingiz mumkin. Oxirgi o'tkazmalarni, kartalarni, odamlarni ko'rib turishingiz mumkin yoki o'zingizni kartalaringizni ham ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Endi sizga agar to'lov qilish kerak bo'lsa, to'lov bo'limiga o'tib, bu joyda juda ko'p turdagi to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Kreditlardan tortib to davlat to'lovlari, aloqa, kommunal uslugalargacha to'lov amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi shu joyda biz xizmatlar degan joyga o'tib, Saxiy Market, Paynet xolis, oltinga investitsiya, Paynet Nasiyani ko'rdik va eng yaqinda qo'shilgan imkoniyatlardan bittasi bu kripto hamyon degan tushunchani shakllantirishgan bo'lib, siz endi Paynet ilovasini ichida turib Bitcoinni sotib olish imkoniyatingiz bor. Ya'ni Bitcoin, Toncoin, Litecoin degan coinlarni sotib olish imkoniyatingiz bor. Xarid qilishni bosasiz va kartani tanlaysiz, qaysi kartadan pul olmoqchisiz va kripto hamyonni qaysi turdagisini olmoqchisiz. Aytaylik, Bitcoin bo'lsa, Bitcoinni belgilaysiz va davom etishni bosasiz. Qancha sotasiz va qancha olishingizni ko'rib turishingiz mumkin. Va davom etishni bosganingizdan keyin sizga o'sha so'm kartangizdan balans pulni yechadi va sizga kriptovalyuta hamyoningizga kerakli kriptoni sotib olib beradi. Bu juda yaxshi va katta yangiliklardan bittasi. CityPay bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ekan. Qabul qilish degan narsa bor ekan. Qabul qilish uchun siz, ya'ni kripto hamyonga pul qabul qilib olmoqchi bo'lsangiz va uni so'mga almashtirib olmoqchi bo'lsangiz, unda masalan USDT ni tanlasangiz, sizga USDT hamyon uchun tarmoqni tanlang deyapti. Tron, okey, Tronni tanlaymiz va sizga mana bunaqa kошелек, ya'ni kripto hamyon raqamini beradi. Buni kopiya qilib olasizda, keyin kerakli odamga tashlaysiz yoki boshqa sistemadan pul o'tkazayotgan paytingizda u yoqda ko'rsatasiz va sizga mana shu joyga hamyoningizga, aynan mana shu joyga kripto hamyon umumiy balansiga ko'rinishni boshlaydi. Bu katta bir yangiliklardan bittasi. Bundan tashqari yana boshqa turdagi nimalar ham bor. Masalan, oltinga investitsiya degan narsa, quyma xarid qilish, sotib olish va umuman tayyor nimalari bo'ladi, quymalari bo'ladi va o'shalarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'sh, yana nima? Paynet xolisni men ham yaqinda bildim, bilmas edim nimaligini. Xo'sh, 100% qonuniy faoliyat, 2021dan boshlab 1% soliqqa o'tish, tadbirkorlar uchun cashback qulay pul qabul qilish va jo'natish, terminal va kassaga xarajatlar kredit olishdan yordam. Bu yatitisi borlar uchun kerak bo'ladigan usluga hisoblanar ekan. Bizga hozircha kerak emas, chunki men yatita emas, firma ishlataman. Xo'sh, va
saxiy marketni ham ochadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, ichkarida har xil uzun marketga o'xshagandaqa mahsulotlarni sotib olish kategoriyalar bo'yicha filtrlab izlab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buning yana ham bir qiziq tomoni shundaki, masalan hozir har xil turdagi internet magazinlarni bu yerga integratsiya qilishgan, ya'ni bu Asaxi'ni katalogini ko'paytirish maqsadida 1688 va Taobao'ni integratsiya qilishgan shekilli. Taobao'da lekin ma'lumotlar chiqmayapti. Mayli. Bu yerdan ham sotuvlarni amalga oshirishingiz mumkin. Umuman olganda katta klikka o'xshagan super appga aylanib bormoqda Paynet ham. Bu shunaqa imkoniyatlarga ega. Endi chiptalar, ya'ni aviachiptalar olishingiz mumkin. Ko'p sayohat qiladigan odam bo'lsangiz, bu ham qayerdan qayergaligini tanlaysiz. Masalan, Toshkentdan Istanbulga qachon belgilaysiz? Aytaylik, 20sida tasdiqlash, ekonom va sizga barcha biletlar ro'yxatini chiqarib beradi. Qancha pulga, qaysi aviakompaniya bilan uchishingiz mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa katta imkoniyatlarga ega. Bundan tashqari hali yana qo'shimcha imkoniyatlari bor. Biz hali to'liq qoplab ola olmagan, lekin sizga tavsiya qilaman Paynetni stanovka qilib foydalanib ko'rishni, chunki buning xizmatlari keyinchalik yana ham ommabop bo'lib boraveradi. Hozircha sizga sog'lik. Keyingi videolarda uchrashguncha.